Toshkentning Samarqand Darvoza hamda O'qchi mahallalari orasida 1160-yili bir go'dak dunyoga keldi. Uning katta bobosi Mansur ota go'dakni qo'liga olib ustozi Hoji Ahmad Yassaviydan suyunchi olgani olib bordi. Pir Turkiston biror mard o'g'lon bizga atab maqbara qurmoqchi bo'lsa, avval bu chaqaloqqa qursin, ismi Oyxo'ja bo'lsin deb aytdi. Oradan 200 yildan ziyod vaqt o'tgach, bu bashorat amalga oshdi. Sohibqiron Amir Temur bu zotning qabri uzra ulkan maqbara bunyod qiladi. Bu zot Oyxo'ja ibn Tojxo'ja ibn Abdulmalik Xo'ja ibn Mansur Xo'ja ibn Arslon bobdir. Yoshligidan terisining rangi biroz qora bo'lganligi sababli Zangi laqabini olgan Zangi otadir. Keyinchalik o'zi tug'ilgan mahalla nomiga o'z ismi berilgan Zangi ota dastlabki bilimni o'z otalari Tojxo'jadan oladilar. Doimo bobolari Abdulmalik Xo'ja xizmatida ham bo'ladilar va ulardan ko'plab bilimlarni o'rganadilar. Voyaga yetganlaridan so'ng otalarining ko'rsatmasiga ko'ra Xorazm diyoriga yo'l oladilar. Bu yerda Hoji Ahmad Yassaviyning 4-xalifasi Hakim ota Sulaymon Boqirg'oniyga murid tushadilar. Vaqti soati yetib, o'zlari ham yetishgach, Hakim otaga 1-xalifa bo'ladilar. Komillikka erishgach, Zangi ota Toshkentga qaytib keladilar hamda mahalliy xalqni Yassaviya tariqati ta'limotlari asosida irshod qila boshlaydilar. Zangi ota o'ta kamtarona hayot kechirganlar hamda odamlarning qo'y va mollarini boqib cho'ponlik bilan shug'ullanganlar. Xabarlarga ko'ra, Zangi ota qir adirlarda namozni ado etib bo'lgach, jahriy zikr bilan mashg'ul bo'lganlarida o'z qo'l ostilaridagi barcha qo'y va mollar ularning atroflarini halqa shaklida o'rab turishar ekan. Naql qilinishicha, Shayx Najmiddin Kubro Zangi ota bilan asrdosh bo'lib, u zotga o'z joy namozi hamda hassasini sovg'a qilib yuborgan ekan. Zangi otaning ustozlari Hakim ota 1198-yili 92 yoshlarida vafot etadilar. Zangi ota ustozlarining vafotlaridan so'ng ularning vasiyatiga ko'ra ustozlarining ayollari Anbar onaga uylanadilar. Shunda Anbar ona taxminan 45 yoshlar atrofida, Zangi ota esa 25 yoshlar atrofida bo'lganlar. Zangi ota ustozlarining ayollariga uylanish bilan bir qatorda ustozlarining onalari uy poshshohini ham o'zlari bilan birga Toshkentga olib keladilar. Bu nikoh Zangi otaning ikkinchi nikohlari bo'lib, bu nikohdan farzand bo'lmagan. Zangi otaning birinchi nikohlaridan esa 4 farzandlari bor. Biddin Saforiy Oliy, Sa'diddin Abdurahmon Oliy, Mavlono Darvesh hamda Oyjon oyim, ya'ni Bibi Qorasochdir. Barcha mutasavvif shayxlar kabi Zangi otaning ham ko'plab muridlari ichida 4tasi eng yaqin xalifalik darajasiga yetib borgan. Bular Uzun Hasan ota, Sayyid ota, Sadr ota hamda Badr otalardir. Zangi ota Hijriy 656-yili, milodiy 1258-yili vafot etadi. Hamda Zangi ota qishlog'iga dafn etiladi. Sohibqiron Amir Temur Hoji Ahmad Yassaviy qabri ustida maqbara bunyod etishdan avval Zangi otaning qabri ustida maqbara bunyod etadi. 1420-yili esa Mirzo Ulug'bek bobosi qurdirgan maqbaraga tutash qilib bugungi kundagi ulkan peshtoqni qurdiradi. Tarixi Jadidai Toshkent asarida aytilishicha, mozorning 3 tomonini imorat qilib hujralar solgan kishi Nur Muhammad Qushbegi bo'lgan. Qanoat otaliq esa 1870-yili ayvonni olib tashlab pishiq g'ishtdan masjid qurgan. 1914-15-yillarda esa majmuada minora bunyod etilgan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, Hazrati Zangi otaning qabrlaridan zikri jahriy asnosida aytiladigan Alloh, Alloh sadolari eshitilib turar ekan. Mavlono Muhammad Qoziy alayhir-rahma Piru Komil Hoji Ahror Valiydan naql qilibdilarki, Hazrat qachon Zangi ota ziyoratlariga kelsalar, qabrdan Alloh, Alloh zikrini eshitar ekanlar.